Bekmurod Oltiboyev, Muhammad Karim Qurromov final. Tanlovlar bilan tanishtiraman. Qurromov Muhammad Karim ko'k yaktakda Sherobod tumanidan, yashil yaktakda Oltiboyev Bekmurod Sho'rchi tumanidan. O'rtoqlar, ikkala polvonimiz ham olimpiada ishtirokchilari. Nafaqat Bekmurod Oltiboyevga berilyapti. rahmat. Ushbu uchrashuvda yashil yaktakli kurashchi Bekmurod Oltiboyev g'alaba qozondi. Sho'rchi tumanidan qani bir olqishlar bo'lsin. Beka! Boysun bahori xalqaro festivali Davay! kurash musobaqasining mutlaq g'olibi bo'ldi. Bekmurod Oltiboyev Boysun bahori g'olibi. Muhammad Karim Qurromov ikkinchi o'rin.